Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan suyak kesadigan, ya'ni lentishniy stanok. Bu stanok bilan taxtalarni, displaylarni va asosan qassob akalarimiz suyaklarni kesish bilan foydalansa bo'ladi. Bu apparatimiz haqida bu videomizda batafsil qanaqa ishlatish kerak, qanaqa ishlatsak to'g'ri foydalangan bo'lamiz va apparatimiz qanaqa funksiyalarga egaligini ko'rsatib beramiz. Videoni kuzatib boring. Video davomida albatta qiziqarli ma'lumotlarni beramiz. Bu instrumentimiz Rolf brendiga tegishli hisoblanadi. Bu instrumentimiz bilan aytganimizdek, любой turdagi kesish masalasida foydalansak bo'ladi. Ya'ni kesganda figura qilib kesish bilan foydalanamiz. Xo'p, ko'rib turganlaringizdek, apparatimiz juda ham mustahkam qilib ishlab chiqarilgan. Ya'ni ko'rinishi ustki qismlari polniy desak ham bo'laveradi, nirjaveyka bilan qoplangan. Bu degani suv tegsa zanglamaydigan holatda qilingan. Apparatimizning xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, bu apparatimiz 1,5 kW 220 voltda ishlaydi. Bu apparatimizda 20-25 sm gacha bo'lgan mahsulotlarni bemalol figura qilib kessak bo'ladi. Apparatimizda qulayliklar juda ham ko'p. Ya'ni bu apparatimiz xuddi ish stolida degan gap. Bu stanogimizdan tanishtiradigan bo'lsak, aytib o'tganimizdek, apparatimizning korpuslari juda ham mustahkam qilingan, nirjaveyka, ya'ni zanglamaydigan. Bu apparatimizda asosan suyak kesishga mo'ljallangan, ya'ni suyuq narsalar kesadigan bo'lsak, zanglab muammo bo'lmaydi, artib tozalashga ham juda ham oson. Endi buni orasida displaylarni, taxtalarni figura qilib kesishga ham foydalansa bo'ladi. Endi apparatimizni tanishtiradigan bo'lsak, ko'rib turganlaringdek, instrumentimiz juda ham qulay qilingan, ya'ni har xil razmerda kesish uchun mo'ljallangan. Tepaga pastga tushirib qo'yib, razmerlarni o'zgartirib qo'ysanglar, kessanglar bo'ladi. Kerakli darajaga qo'yib olasizlar. Keyingi o'chiritda bir xil razmerda ketma-ket kesish uchun mo'ljallangan. Ya'ni mana bu yerda nakonechkasi bor, shuni qotirib qo'ysanglar, bemalol kesayotgan detalimizni ketma-ketlikda, ya'ni suyak kesganda asosan bir xil razmerda qilib kesish uchun mo'ljallangan. Bu razmerlarni ham o'zgartirsak bo'ladi. Xo'p, ko'rib turganingizdek, kesayotgan narsamizni qo'limizdagi nagruzka bermasligi uchun yoki xavfsizlik darajasini yuqoriroq qilish uchun, bu ko'rib turganingizdek, kesayotgan detalimizni qo'limizni tiqmasligi uchun bemalol itarish uchun mo'ljallangan o'zini ruchkasi ham bor. Bu degani apparatimizda hushyor bo'lish kerak, ya'ni apparatimiz ayab o'tirmaydi. Bitta e'tiborsizligimiz qimmatga tushishi mumkin. Bu apparat ishlatgan paytimizda bor e'tiborimizni shu instrumentga qaratishimiz kerak. Ya'ni kesayotgan paytimizda hushyor bo'lish kerak. Chunki doim qo'l bilan ishlanadi, qo'l kesishyapmas. Xo'p, instrumentimizni ko'rib turganingizdek, yana bitta qulayliklarni tanishtirib o'tamiz. Bu apparatimiz kesgan paytimizda ichidan chiqqan suyak maydalari yoki qipiqlari pastda o'zini yashichasi bor. Shu yashichasiga tushadi. Buni olib bemalol to'kib foydalanishimiz mumkin. Shunda atrof muhitda bemalol musor qilmasdan ishlatiladi. Keyin ko'rib turganingizdek, o'zining 4 ta oyoqda 4 ta o'zini shaybalari bor. Buni qotirib qo'yadigan bo'lsak, displayga ishlatgan joyga qotirib qo'ysak, apparatimiz u yoqqa bu yoqqa siljimasdan ishlab beradi. Keyingi o'chiritda apparatimizni juda ham qulay qilib ishlab chiqarilgan yana bitta tomoni, bu apparatimiz lentishniy hisoblanadi. Bu lentasi har doim bizda yeyilishi mumkin, o'tmas bo'lib qolishi mumkin. Uni almashtirish ham juda ham qulay hisoblanadi. Ikkita kurchogi bor. Tepada bitta, pastda bitta kurchogi bor. Xo'p, kurchogini ochadigan bo'lsak, mexanizm ko'rinadi. Bu degani ikkita lentasi, ikkita shkifda turadi. Bu lentasini almashtirishimiz juda ham oson. Tepadagi kurchogni qotirsak, lentani ikkita shkifi pastroq yaqinlashadi, lentamiz bo'shaydi. Bemalol almashtirishimiz mumkin. Endi bu lentasi qachon almashtiriladi deydigan bo'lsak, asosan o'tmas bo'lib qolganda almashtiriladi va albatta uzilishiga sabab bo'lishi mumkin, o'tmas bo'lishi. Ya'ni o'tmas bo'lib qolganda ishlatganimizda bu qiziydi, qizigani hisobiga uzilib ketadi. Keyingi o'chiritda bu regirovkasini ham juda ham qattiq, lentani juda ham qattiq holatda qilib olsak, lenta tez qizib uzilib ketishi mumkin. Shunisiga hushyor bo'lasiz degan umiddamiz. Xo'p, buni qotirishimiz ham juda ham oson. Mana kurchogi ham o'zi prujinali ekan, ko'rib turganlaringdek, bemalol ilib qo'ysanglar, o'zi prujinasini o'zi tortib olar ekan. Apparatimizni yana bitta qulaylik tomoni, afzallik tomoni desak ham bo'ladi, knopkasi. Knopkasi bitta knopkada o'chirib, bitta knopkada yoqiladi. Ko'rib turganlaringdek. Chunki buni bezopasniy deyiladi. Ya'ni ishlayotgan paytda noqulaylik tug'dirsa yoki qanaqadir xavfli ish bo'lib qolgan bo'lsa, bitta knopkani o'zi bilan o'chirib qo'yasizlar. Juda ham qulay. Faqat bitta narsaga ehtiyot bo'linglar. Bu instrumentimizni bitta yoqganimizdan keyin o'chirganimizda o'zining avtostop rejimi yo'q. Ya'ni yoqdik, o'chirganimizda o'zi sekin xodiga qarab o'chadi. Shuning uchun ogohlantiramiz, ishlatayotgan paytda qo'lga juda ham hushyor bo'lishinglarni. Endi bundan ham qimmatroq, bundan ham innovatsion apparatlarimiz ham bor.
u apparatlarimizda knopkani bosib o'chirganimiz o'zida o'zi avto stop rejimida o'chadi, siraj joyida to'xtaydi. Bu apparatimizda unaqa funksiyasi yo'q. Endi ko'rib turganingizdek, bu apparatimizda buni razmerini o'zgartirib oldik. O'zgartirganimizdan keyin bu yoq tarafida ham bemalol taqab qo'yadigan joyi bor. Ya'ni 2 xil 3 xil razmerga qo'yib turib, taqab qo'yadigan stoplari ham bor. Har tomonlama kesayotgan detalimizni bir xilligini ta'minlash uchun, ishimiz tez bo'lishi uchun juda ham qulaylik tug'diradigan funksiyalari ham bor apparatimizda. Komplektlarda ko'rib turganingizdek kulichlari chiqadi. 2 xil shestigranligi, oddiy 17-14 kulichi va qo'lqopi chiqadi komplektida. Bu apparatimizni ishlab turganligini, tokda turganligini ogohlantirish uchun, ya'ni ishlayotgan paytimizda bizga bilmasdan knopkani bosib olmasligimiz uchun o'zining yashil chirog'i bor. Bu chirog'i tokda turganligini ta'minlab ko'rsatib beradi. Ya'ni tokda turgan bo'lsa yashlanadi, tokdan sug'urib qo'ysak bu chirog'i o'chiq turadi. Bu ogohlantirish belgisi hisoblanadi. Sizlarga foydali maslahat beradigan bo'lsak, bu instrumentimizni ishlatgan paytimizda o'zining komplektida qo'lqopi chiqadi. Bu oddiy lattali qo'lqop hisoblanadi. Bu prosta qo'limiz toza bo'lishi uchun qo'yib qo'yilgan. Lekin sizlarga maslahat beramiz. Maxsus spes do'konlarda sotiladigan metallический jism bilan qoplangan qo'lqoplar bor. Uni ustakalarimiz, qassob akalarimiz bilishadi. O'shani qo'lqop olsanglar, sizlarga yana ham bezopasniy hisoblanadi. Ko'p joylarda ko'rgan bo'lsanglar, mana shunaqa stanok bilan ishlaydigan akalarimiz shunaqa metallический qo'lqop kiyib olinsa, o'zimiz sog'lig'imiz uchun ancha foyda beradi degan umiddamiz. Xo'p, apparatimizni tanishtiradigan bo'lsak, yana bitta yaxshi tomoni, bu instrumentimiz 1,5 kilovat bo'lib turib, motori бесчеточный, ya'ni ovozi past chiqadi va katta kuchlanishga, katta kuchli nagruzkalar ko'taradigan motor bilan jihozlangan. Keyin apparatimiz бесчеточный bo'lgani uchun ovozi ham past ishlaydi. Juda ham ishlayotgan joyimizda, ish joyimizda, ustaxonalarda yoki qassobxonalarda birovga xalaqit qilmaydigan darajada ovozsiz ishlab beradi degan umidda shu apparatimizni olib kelib qo'yganmiz. Endi sizlarga tabiiy jarayonda suyak qo'ldan kelgancha tez ko'rsatib beramiz. Hop. Ko'rishingiz mumkin, suyakni qo'yib oldik. Qo'ygandan keyin men boyaga aytgan maxsus o'zimizning kurchogimizda itarib kesamiz. Bismillah. Ketdi. Ketdi. Sariyada kesyapti, sariyada. Ko'rdim nima yaptı buni? Ko'rib turganingizdek, juda ham oson, qo'limiz yog' bo'lsa, go'sht bo'lsa, bitta knopka bilan bosib o'chirib qo'yaveramiz. Ushab o'chirish shart emas. Shu tomoni juda ham qulay qilingan. Ko'rib turganingizdek, suyakni juda ham silliq, tekis qilib kesib berdi. Bu endi boltada chopganda, bilasizlar, ovqat qaynagandan keyin, pishgandan keyin ovqat yeyotganda suyaklari og'izga kirib qolib, muammo bo'lishi mumkin. Bunda unaqa muammo bo'lmaydi, juda ham silliq qilib kesib beradi. Bir xil rejimda juda ham tez qiladi ishlarni, zani qotgan ishlarni tezlashtirib beradi bu apparatimiz. Agar sizlarga shunaqa professional instrument kerak bo'ladigan bo'lsa, Megatools ilovasidan xarid qilishingiz mumkin yoki o'zimizning offline do'konlardan kelib, mutaxassis maslahatlari bilan xarid qilishingiz mumkin.